Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan aqlli insonlarning 9 ta belgisini ko'rib chiqamiz. Men har holda 9 ta belgisini o'zim uchun sanab chiqdim. Sizlar qanaqadir boshqa qo'shimcha belgilarni pastga yozib qo'yishingiz mumkin. Har bitta belgini hozir men ochib chiqaman. Aqlli insonni qanday qilib aniqlasa bo'ladi? Qaysi belgi, qaysi jihat ideal holatda aqlli insonda bo'lishi kerak. Undan oldin videomiz bor edi. Ahmoq insonning 7 ta belgisi degan. Mana qayoqdadir mana shu yerda chiqish kerak. O'tib turib ko'rishingiz mumkin. Videom qiziq bo'lgan. Tagiga izohlar qoldirishingiz mumkin. Boshladik. Demak, aqlli inson deganda kimni nazarda tutyapman? Birinchi o'rinda shu narsani tushuntirib o'rday. Miyaning aqli, intellekt, ta'rif beradigan bo'lsak, intellekt bu, aql bu inson miyasining foydali ish koeffitsient. Ya'ni sizning miyangiz sizga qanchalik foyda keltirib bera olsa, shunchalik siz aqllisiz. Sizning miyangiz qanchalik sizga foyda keltirib bera olsa, pul tomonidan, ma'lumot tomonidan, bilim tomonidan, sog'liq tomonidan, baxt tomonidan shunchalik katta ehtimol bilan siz aqllisiz. Ya'ni bu mavhum narsa o'z aslini olganda, boshqa odam aqlli inson ta'rifini boshqacha berishi mumkin. Bu mening shaxsiy ta'rifim. Ya'ni aql bu miyaning foydali ish koeffitsiyenti. Agar siz hayotingiz siz o'ylagandek bo'lmasa, yaxshi yasholmayib turgan bo'lsangiz, demak siz o'ylaganchalik aqlli emasdirsiz. Warren Buffett aytadi, agar sen shunchalik aqlli bo'lsang, nimaga bunchalik kambag'alsan deb. Ketdik. Demak, birinchi aqlli insonning eng birinchi belgilaridan biri bu ma'lumotni tekshirish. Ma'lumotni tekshirish. Ya'ni analiz qilish. Juda ham ko'p odam turli xil ma'lumotlarga aldanib qolgan. Biz O'zbekistonda ayniqsa men ko'p kuzataman. Mediada yurganim uchun, odamlar bilan ishlaganim uchun точно bilaman, yolg'on ma'lumotlar tiqilib yotibdi. Ayniqsa meditsina bilan psixologiyada 95% yolg'on ma'lumot psixologiyaga tegishli. Psixologiyani o'ziga emas, psixologiya toifasiga, ya'ni psixologiya ko'rinishiga yashirinib bo'lgan yolg'on ma'lumotlarga nazar tutyapman. Ya'ni ba'zi odamlar 4 oy, 3 oy o'qiydi, men psixologman deydi. Yo'q, 4 oy, 3 oyda psixolog bo'la olmaysiz. Haqiqiy psixologiya boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ko'p yolg'on ma'lumotlar bor. Va insonlar tekshirmaydi hech narsani. Shunchaki ishonib ketadi. Aqlli inson hamma narsani tekshirishga o'rgangan yoki uni miyasida bor ma'lumotlarga asoslanib bu narsani o'zi joyida tekshira oladi. Yoki bitta narsa mana, hamma narsani tekshirish kerakmi? Yo'q, lekin tekshirilishga olib boradigan qanaqadir ma'lumotlar bo'lishi kerak. Misol uchun, sog'lig'ingizga zarar keltirishi mumkin bo'lgan, obro'yingizga, diniy qarashlaringizga yoki siyosiy qanaqadir qarashlaringizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni doimiy ravishda tekshiring, har ehtimol qarshi. Chunki xavfli, agar noto'g'ri ma'lumot ketsa, siz yoki sog'lig'ingizga yoki boshqa qanaqadir jihatdan sizga xavf bo'lishi mumkin, zarar kelishi mumkin. Shuning uchun aqlli inson doimiy ravishda ma'lumotni tekshiradi. Doimiy ravishda ma'lumotni tekshiradi. Tekshirmaydigan ma'lumotlar ham bormi? Ha, albatta bor bunaqa ma'lumotlar. Misol uchun, agar menga kimdir ikkita odam urushib turib, bittasi qamalib ketib, bittasiga bironsa bo'ldi desa, menga farqi yo'q, men tekshirib o'tirmayman, ha yo'q, shunaqa bo'ldim deb qo'yaman, bo'ldi. Lekin agar men sog'lig'imga tegishli ma'lumot bo'lsa, misol uchun, davron qaragin, kolani ichish yoki mana bu sokka ichish, mana bunaqa narsa bo'lar ekan, bunaqa qilma deb turib menga aytsa, men shu ma'lumotni tekshiraman, sababi men u narsani o'zimda qo'llayman keyinchalik yoki menga qanaqadir o'sha ma'lumot tegishli bo'lishi mumkin. Shunaqa ma'lumotlarni tekshirish kerak va aqlli insonning birinchi belgisi mening nazarimda bu ma'lumotni tekshira bilish. Aqlli insonning ikkinchi belgisi bu xatosini tan olish. Yoki tan olishni bilish kerak yoki xato qilish mumkinligini inobatga olish kerak. Aqlli inson biladiki, Suqrot aytgan bir paytlar, men bilamanki, men hech narsani bilmayman degan. Я знаю то, что я ничего не знаю. Ya'ni odam oxirigacha hech narsani bila olmaydi. Bizni turgan bitganimiz shu, taqdirimiz shunaqa. Ya'ni siz istalgan yo'nalishni olsangiz, misol uchun fizikani olsangiz yoki kimyoni olsangiz yoki matematikani olsangiz, oxirigacha butun umr shug'ullansangiz ham bila olmaysiz, oxirigacha yeta olmaysiz. Bitta yo'nalish haqida gapiryapman. Millionlab yo'nalishlar bor. Tushunyapsizmi? Birinchidan umrimiz qisqa, ikkinchidan fikrlashda cheklanganmiz. Shuni hisobiga. Aqlli inson bu narsani biladi. U biladiki, ha, men demak xato qilishim mumkin va xatosini tan ola oladi. Shu aqlli inson belgisi haqiqatan ham. U ongli ravishda yashaydi. Agar bir joyda xato qilib qo'ygan bo'lsa, yosh bolaga o'xshab tiranib turmaydi. Va undan tashqari bir narsani gapiryapti turganda, kimdir bilan shu muzokara qilyapti turganda, kimdir bilan tortishyapti turganda, u biladiki, demak, men ham xato qilishim mumkin degan fikr unda turadi. Qattiq. Ya'ni aytaylik, juda zo'r gap bor. Benjamin Franklin aytgan bu gap, u aytadiki, faqatgina o'lgan inson bilan ahmoq inson o'z fikrini o'zgartirmaydi. Aqlli inson fikrini o'zgartirishi mumkin. Chunki u xato qilish mumkinligini inobatga doim oladi. aqlli insonlar xato qiladimi davronki? Albatta, любой inson xato. Absolutно любой inson xato qiladi. Bu bor gap. Inson insonligi bilan inson u xato qilishi mumkin. Lekin faqatgina aqllilar bu narsani tan ola oladi. Faqatgina aqlli miyasi ishlaydigan inson, ha, demak, men xato qilishim mumkin va men qanaqadir joyda nohaq bo'lishim mumkin deb o'ziga ayta oladi. Xo'p, aqlli insonning 3-chi belgisi bu o'ylab gapirish.
Demak, kam gap deyishadi ba'zida aqlli insonlar. Yo'q, doim emas. Kam gapirish emas, o'ylab gapirish asos. Qanchalik tiling uzun bo'lsa, shunchalik aqling kalta bo'ladi. Va hokazo. Shunga o'xshagan maqollar ko'p. O'ylab gapiradi aqlli inson. Bitta gapni gapirishdan oldin tekshiradi. Bitta gapni gapirishdan oldin o'ylaydi. Bitta gapni gapirishdan oldin u gapni analiz qiladi. O'zini o'zi tarlatib qanaqadir yolg'on narsani gapirib tashlamaydi. Misol uchun ahmoq insonlar qanaqa bo'ladi? Ular kimdandir bitta fikr oldimi, bitta gapni oldimi, aha, demak bu to'g'ri ekan deb, qolganligi shunaqa ekan deb tarqatish boshlaydi. Yo'q, aqlli inson unaqa emas. U birinchidan ma'lumot tekshiradi, ikkinchidan mabodo gapiradigan bo'lsa ham kimgadir otsilka beradi. Men bu bunaqa dedi, lekin bu qanchalik to'g'riligini men hozir aniq bilmayman deydi. Agar bilmasa. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni fikrlash jarayonida onglilik bor. Ongsiz ravishda просто tak yashamaydi, u fikrlaydi, o'ylaydi, doimiy ravishda mana bu miyasini ishlatadi. Miya bizga ishlatish uchun berilgan, shuning uchun u o'ylab gapiradi. O'ylash degan so'z, mana bu so'z juda ham kamdan kam uchraydigan narsa. O'z aslini olganda, men doim aytaman, universal formula bor. O'zim antidangasalik kursimda ham bu narsani tushuntirganman. Universal formula nimadan iborat? Любой tushunarsiz holatda o'yla. O'ylash bu bizga berilgan ne'mat. Birorta jonzot o'ylay olmaydi insondan boshqa. Bu dunyoda tushunyapsizmi? Birorta hayvon o'ylash, tafakkur qilish qobiliyatiga ega emas. Faqatgina inson o'ylashi mumkin. Shuning uchun o'ylang, o'ylab gapiring va siz aqlli insonlar toifasidan bo'lasiz, katta ehtimol. Xo'p, aqlli insonning keyingi belgisi bu 4-belgi. Juda ham klishirvenli belgi bo'lishi mumkin. Ya'ni modadan qolib ketgan, chirib ketgan belgiga o'xshashi mumkin. Lekin bu men nazarimda ayni haqiqat kitob o'qish. Kitob o'qish. Shartli ravishda aqlli inson odatda kitob o'qiydi. Nima uchun kitob o'qiydi? Kitob o'qiydigan ahmoqlar ham bormi? Ha. Google muammosini eshitgan bo'lsangiz, tasodifga aldanganlarda, adashmasam, tasodifga aldangan kitobda Talib Nasim bu haqida gapirgan. Har bir kitob o'qiydigan inson aqlli emas, lekin odatda har bir aqlli kitob o'qiydi. Bu bir-biriga teng emas bu so'zlar. Shuning uchun tushunishlik kerak bo'lgan narsa nimadan iborat? Kitob o'qish bu ma'lumotni qabul qilish, kitob o'qish bu o'rganish. Bunaqa imkoniyat qo'ldan boy beradigan inson katta ehtimol bilan aqlli bo'lmaydi hech qachon. Misol uchun kitobni o'qisangiz, siz olasiz qancha buyuk insonlar o'tib ketgan olamdan, qancha aqlli olimlar, avliyolar va hokazo. Ularning fikrini, ularga qog'ozga qayd qilingan fikrini siz o'qib turib, u narsadan ko'p narsa olishingiz mumkin, o'rganishingiz mumkin. Shuning uchun agar siz kitob o'qiyap turgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz aqllilashib borasiz, ma'lumotlar ko'payib boradi, sizda hayotiy tajriba ko'payib boradi. Agar siz aqllilashib borsangiz, siz aqlli insonga aylanasiz. Ya'ni bu taftologiyaga o'xshashi mumkin, bir-biriga bog'liqlik joyi bor, lekin kitob o'qish bu aqlli insonning belgilaridan biri. Bu shak shubhasiz. Aqlli insonning keyingi belgisi jag'ilni boshqara olish. Jag'ilni boshqarish. Jag'il chiqsa aql ketadi deydi. Xuddi shunaqa. Jag'il chiqsa aql ketadi. Ya'ni aqlli inson o'z jag'ilini boshqara oladi. Buni fiziologiyasini ham tushuntirib berishim mumkin. Bizda darsal qatlam degan qatlam bor. Taxminan mana bu joylashgan bo'ladi. Shu qatlam insonning irodasiga javob beradi va o'zini boshqarishiga javob beradi. Va eng qizig'i, xuddi o'sha qatlam fikrlash chuqurligiga javob beradi. Ya'ni siz qanchalik chuqur fikr olsangiz, qanchalik yuqori darajada fikr olsangiz, shunchalik katta ehtimol siz o'zingizni boshqara olasiz. Aqlli inson jag'ilni boshqarish qobiliyatiga ega. Jag'ildor aqlli insonlar bormi? Ha, bor. Statistik mustasno holatlar doim bo'ladi, lekin odatda aqlli inson o'z jag'ilini boshqaradi. U biladi nima bo'lishini. Misol uchun o'ylab gapirish haqida gapirdim yuqorida. Tasavvur qiling, ko'chada siz bilan kimdir tortishib ketdi. Oddiy joyda yelka gurilib ketdi, boshqa bo'ldi. Bitta urasiz, haligi odam jag'i sinadi, oyog'idan sizga muammolar bo'ladi. Ya'ni siz qayergadir borasiz, sudda yurasiz, sudgacha o'tirasiz, SIZOda boshqa bo'ladi, 3 oy, 4 oy qamalib ketishingiz mumkin bir necha yilga. Buni hisobiga siz oila boquvchi bo'lsangiz, uyingizga pul kirmaydi, uyingizdagilar qiynaladi, ayolingiz qiynaladi, oyingiz qiynaladi, dadingiz qiynaladi, hamma qiynaladi. Nimaga? Bitta jag'ingizni jilola olmaganingiz uchun. Aqlli inson shu ssenariyni o'zini boshda aylantiradi, biladiki, hozir bir kishini bitta urib nimadir qilib qo'yishi mumkin, kuchi yetadi, misol uchun, lekin orqasida nima borligini biladi. To'g'risi u o'ylaydi. Ko'ryapsizlarmi? Jag'il boshqara olish qobiliyati bu aqlli insonlarga xos qobiliyat. Agar sizda bunaqa qobiliyat bo'lmasa, shu narsani o'zingizda rivojlantirishga harakat qiling. Aqlli insonlarga tegishli keyingi qobiliyat bu achchiq haqiqatni tan olish. Achchiq haqiqat nima deydi? Achchiq haqiqat bu degani sizni dunyoqarashingiz bor, siz to'g'ri deb bilgan narsangiz bor, ishongan narsangiz bor va bir kun keldida u narsa noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bunaqa bo'lishi mumkinmi? Albatta ha. Men hayotimda minglab insonlar bilan shu protseduradan o'tganman. Atrofimda meni yaqinimda yurgan insonlarning ko'pi paradigmasi o'zgargan. Men tufayli yoki boshqa inson tufayli, qanaqadir ta'sirlar tufayli meni shaxsan paradigmam o'zgarganmi? Ha, bo'lgan bunaqa narsa. Ya'ni paradigma degani bu dunyoqarash degani.
Paradigma sizni dunyoqarashi. Dunyoqarash obyektiv bo'lmaydi. Birorta insonni obyektiv dunyoqarashi yo'q. Uniki hamma insonni dunyoqarashi qisman subyektiv bo'ladi. Shu subyektivlik qismi katta yoki kichkina bo'lishi mumkin. Kimnikidir слишком katta. То есть u inson слишком g'alati dunyoda yashaydi, ertaklarga ishonadi, boshqani kimnikidir reallikka yaqinroq va hokazo. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak, haqiqat qanchalik achchiq bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik siz u narsani tan olishga biligi bir borishingiz kelmaganligidan qat'iy nazar, qanchalik siz uchun bu narsa yomon bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqatmi? Bu narsani tan ola olish bu faqatgina yuqori aql egalariga xos narsa xolos. Bu juda ham qiyin, ochiq haqiqatda 99.999% odam inson qabul qila olmaydi. Bu narsani точно aytaman. O'zini dunyoqarashini ko'rib chiqish bu o'ta qiyin narsa. Tasavvur qiling, siz butun umr to'g'ri deb yurgan narsangiz точно 100% to'g'ri deb shuni bir kishini bo'g'ib qo'yadigan narsangiz noto'g'ri bo'lib chiqsa, bu narsa, bu holat bilan siz agar yasha olsangiz dalchi, ochiq haqiqatni tan olsangiz, katta ehtimol bilan siz o'ta katta aql egasisiz. Shunaqa. Xo'p, aqlli insonning keyingi belgisi, aqlli inson fikr uchun emas. Fikr uchun emas. Aqlli inson haqiqat uchun kurashadi. Haqiqat uchun. Ya'ni odatda qanaqa bo'ladi? Odamlar o'zini fikrini maniki to'g'ri va hokazo. Ya'ni u odamlarga fikrini himoya qilish muhim. Haqiqat kerak emas unaqa insonga. Ikkita odam tortishganini ko'rsangiz, faqat fikrini, meni fikrim to'g'ri va hokazo. To'xtab tur, meni fikrim balki noto'g'ridir degan narsa xayoliga kelmaydi odatda. Faqatgina yuqori aql egalari, aqlli insonlar xayoliga bu narsalar kelishi mumkin xolos. Chunki bu qiyin, bu keyingi next level, fikrlash keyingi usul. Tushunyapsizmi? Mana fikrlash bor, undan tepasi bor. Vot o'sha joyda siz o'zingiz dunyoqarashga ishongan narsalaringizni baho ostiga qo'ya olasiz. Bu o'ta qiyin yana bir marta. Kamdan kam inson bu narsaga qodir. Agar shu narsaga qodir bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz aqlli insonsiz. Fikringiz uchun emas, sizningcha to'g'ri narsa uchun emas, haqiqat uchun achchiq bo'lsa ham, haqiqat uchun kurashadigan inson bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan aqlli insonsiz va bunaqa insonlar o'ta kam. Shaxsan men shunaqa odamlarni taniyman. Eslolmayman, lekin tanisam kerak, lekin o'ylab ko'rish kerak ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Men ko'p odam taniyman, lekin bunaqa insonlar haqiqatan ham kam. O'zini fikrini chetlab o'tib, agar u noto'g'ri bo'lsa, haqiqat uchun kurashadigan insonlarni aqlli insonlar deb olasiz. Даже daho deyishingiz ham mumkin menimcha. Aqlli insonlar keyingi belgisi bu yozish. Aqlli insonlar odatda ko'p yozadi. Fikrlarni yozishadi, nimadir bayon qilishadi. Yozish deganda men pechat qilish ham yoki qo'lda yozish farqi yo'q umuman olganda, fikringizni qayergadir bayon qilishda sizda talab bormi? Demak, sizda katta aktiv ketyapti. Miya aktivligi, default tizimining aktivligi ana shunda izohlanadi. Odatda iloji yo'q, yozgisi keladi unaqa insonni, nimadir bayon qilgisi keladi, qat'iqadir nimadir qayd qilgisi keladi va hokazo. Bunaqa odamlarni mana kuzatishimiz mumkin. Tarixga oladigan bo'lsak, Albert Einstein deysizmi, boshqa odam deysizmi? Einstein olamdan o'tgandan keyin kabineti to'la bloknot bo'lgan. Doimiy ravishda nimadir chizib, yozib, nimadir qilib yurgan. To есть fikr to'xtamasdan chiqqan miyasidan. Fikr to'xtamasdan, fikr generatsiyasi juda ham yuqori bo'lgan. Shuning uchun aqlli insonlar odatda nimadir yozadi. Blog yuritishingiz mumkin, boshqa narsa qilishingiz mumkin. Aytaylik, bloknotga nimadir yozib yurishingiz mumkin, rejalashtirishingiz bo'lishi mumkin, bu siz g'oyalaringiz bo'lishi mumkin, boshqa narsa farqi yo'q umuman olganda. Tarixga qaraydigan bo'lsak, mana shuncha narsani bilamiz. Shuncha narsani bilamiz. Hozir aytaylik, o'rtacha insonni oladigan bo'lsak, elektrik ham bo'la oladi, doktor ham bo'la oladi va hokazo. Qatdan bo'la oladi. Sababi shu bilimlar qayerdadir qayd qilingan. Yozilmaganda qayerdan bilardik? Ko'ryapsizlarmi? To есть shu bilimlar bizgacha yetib kelgan bilimlar qaysidir insonni tafakkurini mahsuli. Va u narsani qayd qilib olgani uchun, yozib olgani uchun biz расшифровка qilib, u bilimlarni o'zimiz uchun ishlata olamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa aqlli inson fikri shunchalik ko'p bo'ladiki, o'sha fikrlarni qayergadir qayd qilishga majburiyat unda paydo bo'lib qoladi. Agar shu narsa sizda bo'lsa, demak sizning miyangiz yuqori darajada qilyapti. Demak siz katta ehtimol bilan aqlli insonsiz. Aqlli insonning 9-belgisi bu sog'liq. Sog'liqni qadrlash. Sog'liq yo'qotgan aqlli insonlar bor-ku, Davron aka, misol uchun Daholar, Hemingway deysizmi, boshqa deysizmi? Ha, lekin bu mustasno, yana bir marta. Общий statistikani olishni bilish kerak. 10-sini men o'ylamadim, lekin 10-si statistik ma'lumotlarni inobatga olish deb qo'shib qo'ysam kerak. Katta ehtimol bilan sog'lig'ingizga qaramasangiz, siz bu nomantiqiy narsa. Mana ba'zi odamlar aytadi, menga $1 milliard pul kerak. Xo'p, $1 milliard olding, ertasi kuni rak bo'lib qolsang, nima qilasan? Nima naf milliarddan agar sen sog'lig'ingni yo'qotsang? Nima naf shuncha yashashingdan agar sen sog'lig'ing? Sog'liq baxt emasmi? Bu dunyoda sog'liq baxt emasmi? O'ylab ko'ringlar. Agar uydagilar sog'lom bo'lsa, ota-onangiz sog'lom bo'lsa, boshqa bo'lsa, yana nima kerak?
hech narsa kerak emas o'z aslini olganda. Shuning uchun tushuna olinglar bitta narsani. Sog'lig'ingizni inobatga olmayapsizmi? Sog'lig'ingizga zarar keltiruvchi narsalarni sistematik ravishda qilyapsizmi? Sog'lig'ingizni yaxshilovchi narsalarni umuman qilmayapsizmi? Demak, katta ehtimol bilan siz u darajada aqlli inson emassiz. Agar siz o'zingizga o'zingiz aqlli tuyulib turib, men o'zi asli aqlliman, qachondir men sport bilan shug'ullanishni boshlayman, qachondir men tashiyman o'sha zararli odatlarni deb yurgan bo'lsangiz, yo'q, siz o'zingizni aldayapsiz. Sizni miya siz o'ylaganchalik yaxshi ishlamaydi. Yaxshi ishlaganda mana bu holat bo'lmasdi, sababi bu eng katta investitsiya. Lyuboy narsani qo'lga kiriting bu dunyoda, lyuboy narsani, sog'lig'i yo'qotsangiz tortmaydi. Umuman hech qanaqasiga. Mana bu eng asosiy narsa. Afsuski, sog'liq faqatgina uni yo'qotganimizdan keyin biz qadrga boramiz. Aqlli inson bo'lsa, shu narsani bilib turib, bu narsani oldindan qadrga borishni o'rganadi. Shuning uchun shu, ya'ni 9 ta jihat va 10-jihat men hozirdan qo'shib ketaman. Statistik ma'lumotni qabul qila olish bu aqlli inson belgisi. Ya'ni mustasnolar bor va asosiy qo'shimcha, katta qo'shimchalar borligini aqlli inson doim inobatga oladi. 9 ta belgilarni yozib chiqdim. Ya'ni ma'lumotlarni tekshirish, xato qilish mumkinligini inobatga olish va tan olish, o'ylab gapirish, kitob o'qish, jahlni boshqa olish, achchiq haqiqatni qabul qilish. Keyingi belgi fikr uchun emas, u haqiqat uchun kurashadi aqlli inson. Yozish doim berasiz, nimadir yozish, qayd qilish, kitob yozish yoki boshqa fikr yozish yoki boshqa narsa va sog'lig'ini inobatga olish va sog'lig'ini qadriga yetish. Shunaqa gaplar, fikrlarni pastda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizningcha yana qanaqa belgilar bo'lishi mumkin aqlli insonda? Umuman olganda siz uchun aqlli inson kim? Qaysi insonlarni tarixda, ammo hozir yashab turganlardan aqlli deb o'ylaysiz? Va ularni qanaqa jihatlar sizlarga yozadi? Shunaqa gaplar. Videoga like bosamiz, pastga izoh qoldiramiz. Ko'rishguncha, paka-paka. Meni rivojlantiring.